Biz muammomiz endi semizlik asosan. Ayolim yurolmay qolganligi sababli har xil preparatlardan foydalandik. 3-4 yil. Har xil mana shunaqa ichimliklar, kompaniyalarni mahsulotlarini ichdik. Effekti bo'lmadi. Keyin shuni Instagramda, Facebookda ko'rdik. Kelinangiz shuni iste'mol qildi. Shunda 3-4 kunda bilindi. Yaxshi samara berayotgan. Qizim qiziqdi bunga. Men ham qiziqdim orada. O'zgarish zo'r bo'lyapti. Bolalarim semizligidan 30-40 metr yurib o'tirib olardi yuki og'irligi uchun. Mana hozir Xudo xolasa 20 kilocha vес tashadi. Yaxshi, sog'lig'i ham kechalari uxlamardi. Uyqulari ham zo'r, sog'lig'i zo'r. Oyog'im og'ridi, baytim og'ridi deb turadi. Hozir shu mahsulotni iste'mol qilgandan beri og'riqlar yo'q. Xudo xolasa yaxshi. Fitpak kompaniyasiga katta rahmat. Mana biz ham iste'mol qilyapmiz. Asosan 10 kilo vес tashadim. Uyqusizlik asosan. Shu boringki 10-11larda uxlasam, soat 1-2dan keyin umuman uyqum kelmaydi. Mana hozir chiroyli uxlayapman. 6largacha, 7gacha ham uxlayapman. Yaxshi uxlayapman. Hansirashim juda kuchli edi. Hansiramay qoldim. Juda yengilman hozir. Ishlayotgan paytimda tez o'tirib olardim, hansirab, o'pkam to'lib. Xohlasa mana hozir hansirashlar yo'q. Zo'rman. Sog'lig'im ham zo'r bo'lib qoldi. Fitpak mahsulotini ichayotganimda 103 kilo edim, ichmasdan oldin. Shuni ichishni boshlagandan keyin mana hozirgi 40 kun o'tibdi mana. Uydagi mana marafonda kelinangiz yutdi 20 million so'm. Shu 40 kun bo'libdi. 10 kilo vес tashadim men ham. Hozir 93 kilo vesdaman. Sportivniy formadaman hozir. Juda epchil. Fitpak mahsulotini ishlab chiqarganlarga katta rahmat. Sog'-omon bo'lsin. Xudo xolasa 85 kilo, 80 kilo. Shu endi meni normam shunaqa. Xudo xolasa shu mahsulotni ichib 80 kilo, 85 kilo ves tushmoqchiman. Yana 1 oylarda tushamiz xudo xolasa. Odamlarimizga yaxshi mahsulot ekan, ichish tavsiya qilaman. Bizda nimada yolg'onchilik yo'q. Xudo xolasa men Andijon viloyatining Ulug'nor tumanidanman, Yangi Baliqchi qishlog'idan. Shu mahsulotni boshqa mahsulotlarni ham iste'mol qilib ko'rdim men. Shu yaxshi foyda berdi menga. Mana shu ishlarini tavsiya qilaman.